Ramazan iyida ilim, ma'rifat o'zgirdi. Alloh taolo mundaq deydi: "Iqra bismi robbikallazî xalaq." Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, Ramazan o'zgarish iyidir nomli programmamizning 20-halqasi Ramazan iyida ilm, ma'rifat o'zgardi. Alloh taolo mundaq deydi: "Iqra bismi robbikallazî xalaq." Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. Siz Ramazandan ilgari tavhid, fiqh, hadis, fikri kitoblar, umumiy madaniyat va ijtimoiy fanlarga doir kitoblarni o'qigan bo'lasiz. Hozir Ramazan iyida ilim, ma'rifat manbini o'zgartib, sizning ro'zingiz va taqvodorligingizga aloqador kitoblarni o'qishingiz mumkin. Biz sizga tuvandagi ishlarni tavsiya qilamiz. Birinchi, Qur'oni Karim qiroatning adablari, o'qiganni tushunish va o'qigan oyatlarning izohatini bilish to'g'risidagi kitoblarni o'qing. Ya'ni Qur'oni Karimning tafsiri va ma'nolarini izohlab beradigan kitoblarni ko'p o'qish kerak. İkinci, Şeyh İbn Usaymin rahimahullah'ның Ramazan söhbetleri, Şeyh Said Sabiq'ның Fiqh Sünne ve başka alimlarning yeni öğrengüçiler tez düşünüdüğün kitaplarına müracaat qilish orqali ro'zaga aloqador masalalarni tushunadigan bo'ling. Ammo ilm o'qiyotgan o'quvchilar bo'lsa, ularga Fathul Bari, Mughni, Nilul Avtar va Subulus Salam qatorliq kitoblarni o'qib chiqishni, bo'libmi o kitoblardagi ro'zaga aloqador boblarni ko'p ko'rishni tavsiya qilamiz. Uchinchi, Qur'oni Karimning tafsirlaridan yoki yuqorida bayon qilingan kitoblardan ro'zadorning ma'naviyatini oziqlantiradigan, iymonini kuchaytiradigan, ixcham tuzilgan qisqa kitoblarni ham ko'rib chiqish kerak. Siz Ramazandan ilgari o'qib odatlangan ba'zi kitoblaringizni o'qishni tark qilib, Ramazanda sizga keng doirlik ma'nolarni bildiradigan, ma'naviyatingizni chaqnatadigan, iymoningizni ziyoda qiladigan, yangi bilimlarni o'rganishga turtki bo'ladigan kitoblarni o'qishingiz kerak. Ramazonda bilishga tegishli bo'lgan qisqacha manbalar munolardir. Birinchi, Qur'oni Karimning izohati, qissalar, ibratlar, haqiqatlari va ko'rsatmalarga aloqador kitoblar. Ikkinchi, ro'zaga aloqador bo'lgan, uningga aloqador bo'lgan masalalarni bayon qiladigan fiqh kitoblarni o'qish orqali masalaning asli manbai va shaxchilarini bilish kerak. Uchinchi, ro'zaga aloqador oyatlarning izohati va buningga aloqador tadqiqot materiallarini ko'rish kerak. To'rtinchi, Payg'ambar alayhisalomdan ro'za to'g'risida bayon qilingan hadislar, u hadislarni ko'rib chiqib, uningdan ilingan muhim nuqtalarni bilish kerak. Beshinchi, qalbi güzel bo'lish, nafsini poklashga doir kitoblarni o'qish lozim. Bu to'g'rida Ibn Taymiya, Ibn Qayyim, Ibn Rajab va Shayx Said Afani qatorliq olimlarning maxsus nafsini poklash to'g'risidagi kitoblari bor. Uningdan boshqa Madarijus Salikin, Al-Fawaid, Al-Javabul Kafi, Uddatus Sabirin, Miftahu Darus Saada, Al-Ubudiyya, Al-Azkar, Minhajul Qasidin, Nidaur Rayyan va Ruhbanul Leyli qatorliq mashhur bo'lgan va mashhur bo'lmagan kitoblar bor. Ramazonning barkatidan ilm, ma'rifatning o'zgardiganligi va ziyoda bo'lganligini bilish kerak. Ro'zador yuqorida bayon qilingan kitoblarni o'qish orqali Qur'oni Karim va uning tafsiriga aloqador bilimlarini ziyoda qiladi. Buning bilan ilm, ma'rifati yanada nurliq bo'ladi, fikri o'tkir bo'ladi, dalili kuchli bo'ladi. Alloh taoladan bizga manfaatlik ilm ato qilishni, o'rgangan ilmlarimizni dinga, millatga, vatanga xizmat qilg'ili muyassar qilishni so'raymiz. Allah subhanahu va taolo ulug' Ramazonning barakati va iymoniy nur bilan qalbimizni ichib etishga va bizga manfaatlik ilm ato qilishga, o'qigan ilmlarimizni ziyoda qilishni va shu ilmlarimiz bilan Allohning diniga
vatanimizga, millatimizga xizmat qilib, vatanimizning ozodligi, millatimizning hurligi uchun hayotimizni taqdim qiladigan kishilardan bo'lishga muyassar qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.